Ilgari maktablarda hozirgi kundagi kabi qulayliklar bo'lmagan. Biz hozir Mirobod tumanida joylashgan 154-umumiy o'rta ta'lim maktabidamiz. Bu maktabda Akfabil tomonidan taqdim qilingan HPL panellaridan yasalgan partalar o'rnatilgan. Ushbu partalar yengil, zamonaviy va stilistik jihatdan ajoyib dizaynga ega. Ta'lim muassasalari uchun nega aynan HPL panellaridan yasalgan partalarni tanlashimiz kerak? Keling shu haqida gaplashamiz. Ergonomik dizayn bolalardagi umurtqa qiyshayishini oldini oladi. Ayniqsa har kuni 5-6 soat o'tiradigan bolalar uchun bu juda ham muhimdir. Bardoshli, kamida 15 yil xizmat qiladi. Namlik va zarbalarga chidamli. O'quvchilarning yosh guruhlari va bo'yiga qarab turli o'lchamlarda ishlab chiqariladi. Antibakterial qoplamaga ega. Har qanday o'quv maydonlari uchun moslab ishlab chiqariladi. Yaponiya va Italiya texnologiyalariga asoslanib ishlab chiqarilgan partalar hisoblanadi. Narx va sifatning ideal muvozanati. Mana o'tgan yili bizning maktabimiz kapital ta'mirdan chiqqandan so'ng mana bunday ajoyib yangi partalarni Akfabil kompaniyasi tomonidan keltirildi. Bu partalar bugungi kunda zamonaviy talablarga mos, o'quvchilarimizni o'tirishi uchun juda ham qulay, toza, ozoda saqlash uchun yuvishga ham oson, rangi ham odamga yoqimli tanlangan. Men hamkasblarimga, maktab direktorlariga mana shunday ajoyib partalarni olishni tavsiya qilaman. Chunki bu partalar estetik jihatdan bolalarimizga yoqimli bo'lishi bilan birga, ularni sog'lom, jismonan tekis, baquvvat rivojlanishlari uchun ham juda qulay yaratilgan. Kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqarilgan HPL partalar nafaqat Toshkent shahrida, balki O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlariga yetkazib berilmoqda. Hozirgi kunda 89 dan ortiq maktablarga o'rnatilgan. Biz har qanday hajmdagi mebellarni mahalliy bozor uchun ham, eksport uchun ham yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Antibakterial qoplamaga ega bo'lgan HPL mebellari nafaqat maktablar uchun, balki shifoxonalar, laboratoriyalar va farmatsevtika kompaniyalar uchun ham ideal tanlovdir. Shuningdek, biz HPL panellarini ishlab chiqarish bilan birga stollar, stullar, shkaflar va ichki dizaynni bezash uchun dekorativ panellarni ham taqdim etamiz. O'quv yili tugashiga ozgina vaqt qoldi. Bu albatta yangilanish, ta'mirlash va modernizatsiya qilish uchun ajoyib imkoniyat. Agar siz ham ta'lim yoki tibbiy muassasa tashkil etayotgan bo'lsangiz, unda bizga murojaat qilishingiz mumkin.